Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Mergan kanalining obunachilari, do'stlar, akalar, iltimos sizlardan, ro'za Ramazon oyida sizlardan yordam so'rayapman. Aka bilan shunday ehson yo boshqa narsa emas. Mana shu akani bitta muhtaram prezidentimizga murojaatim bor deb Jizzaxdan meni izlab topib kelibdi. Bir dona like, iltimos bir dona like, komment, kanalga bitta podpiskani shunday bosib qo'yasizlar, iltimos sizlardan. Akamiz Jizzax viloyatida 2-guruh nogironi, 4 nafar farzandi bor. To'g'rimi aka? 4 nafar farzandi bor. O'rtancha yana 1 nafar nogiron qizi bor. Shularga qaramasdan akamiz obodonlashtirishda 2.300.000 so'm oylik evaziga ishlaydi. Muhtaram prezidentimizning bundan 4 yil oldin chiqarilgan farmonlari bilan, ya'ni nogironlarga, ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlanganlarga hamda nogironlarga uy-joy masalasida qilingan yordam tariqasida akaga 8% kredit evaziga 2 xona uy bergan ekan. Shu uy bergan Jizzax viloyati, adres Jizzax shahar Zilol mahallasi Mustaqillik ko'chasi. Ismi familiyangiz? Gadayev Hamdamman. Dadayev Hamdam. Gadayev Hamdam. Akamiz 2.300.000 so'mga ishlaydi. Hozirgi kunda birinchi to'lovi 8.000 so'm bo'lgan, ikkinchi to'lovi 1.600.000. Hozirgi kunda 2.5 million boyga xonadonga ipoteka krediti, Jizzax viloyat ipoteka krediti yana chiqarib beryapti. Endi to'lov, oylik to'lov. Aka o'zi 2.300.000 so'mga ishlasa, to'lov to'lasinmi? Kreditga. Kommunal to'lov to'lasinmi? Tokga, gazga, svetga qaysi birini to'lasin? Suvga, to'g'rimi? U ham yetmagandek, ipoteka bankdan qarzdorligingiz qancha bo'lgan hozirgi kunda? 10 milliondan oshyapti. 10 milliondan 10 milliondan oshyapti. Hozirgi oy bilan 10 milliondan oshyapti. 10 milliondan oshyapti. Xo'p. Ana endi bu yerda bizga bitta shu narsani to'lolmagan akani ipoteka banki sudga oshiryapti. Akaga 1.335.000 so'm jarima kelyapti. Uni to'lasinmi? Ana shunday. Aka mana kamerani operator yaqinroq olib kelasizlar. Do'stlar, iltimos sizlardan men poddeshkadaman. Doim obunachilarimni hurmatdaman, ta'zimdaman, poddeshkadaman. Bir dona like bosib, videoni kommentariyasini cho'tki qilib tarqatib qo'yasizlar. Muhtaram prezidentimizga murojaatim bor dedi. Ozgina aka nogironligi bor deb aytdim. Stressga berilsa, aybga buyurmaysizlar. Aka mana kamera bemalol. Avvalambor assalomu alaykum. Sal qattiqroq gapirasiz. Avvalambor assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Muhtaram prezidentim, murojaatim shunday, o'sha boya akam tushuntirib o'tganda, va kreditga uy olganman. To'lolmayman. Oyga 2.5 million. Ya'ni siz ajratgan uy boya o'sha 2016-2017-yillarda bosh prezident, birinchi prezident bo'lgan paytingizda ajratilgan uylar, ya'ni kam ta'minlangan nogironlarga berilsin degan uylar. O'sha uylarni biridan men olganman, xudoga shukr nasib qilib oldim. Oldim, uyda yashab kelyapman hozir davrda. 800 ming davrda to'ladim. 1.600.000 davrda to'ladik. Endi hozir mana 2.5 million davrda sal qiynalyapmiz. Qiynalgan jarayonimizda 10 milliondan ziyod qarzdorligimiz bor. O'sha qarzdorlik jarayonida hozir bizga bank sudga beryapti. Ipoteka banki, Jizzax shahar ipoteka banki sudga beryapti. Ular ham endi majbur ishi bo'yicha sudga beryapti-da, bizda nimadan chiqaryapti? Sudga bergandan keyin qog'oz kelyapti. Falonchi, pistonchi, siz falonchi nimadan qarzdorsiz? Unutib bilan unga qarzingiz bor deb kelyapti. Kelgandan keyin yana to'lovimiz bular bo'layapti-da, men aytayapman, to'lolmayman, qanday bo'ladi u desam, bank aytyapti, biz debdi anaqa qilmaymiz, ya'ni biz bankimiz deb chet el nimasi bilan hamkorlikda ishlaydi. Groip degan bir firma bo'lar ekanmi, chet elda shunaqa firmada ishlaymiz biz. Biz debdi qiziqtirmaydi, ya'ni to'laysan. Agar seni to'lay hozir chiqib demayapti ular ham. Rahmat, ularga ham emas, hozir chiqib ketasan demayapti. Ular aytayapti-ku, agar sen to'lolmayapsan debdi, 50 millionga o'tib ketamiz, uzoqlashib ketsa to'laydi deb biz majburmiz auksion orqali sotishga deyapmiz. Ya'ni men nima demoqchiman? Aytmoqchiman, muhtaram prezidentim, avvalambor sizga murojaatim, shaxsan o'zingizga, chunki murojaat qilib ko'rdim.
hammamiz mudassadlar deymizmi, nimalarga, hokimga, nimalarga, hamma tashkilotlarni bariga murojaat ko'rdim. Ular aytyapti, prezidentimizdan o'tib bir ish qilolmaymiz. Ya'ni sizdan boshqa o'tib bir ish qilolmasak, hech qanday nimalarimiz. Endi hozir majbur bo'lyapman, bu akani uyiga kelib, bloger akalar, xudoga shukr, shunaqa insonlar bor ekan, xudo deydigan. Bizga o'xshagan nogironlar dardini chiqaradigan inson bor ekan. Avvalambor rahmat, shunchalik chiqarib kel deb yurib ketyapti. Kel mana yerga kelaman, dardingni aytman, chiqaraman deyishyapti. Rahmat. Chiqarishyapti ham. Mana chiqarganlarga ham katta rahmat. Endi sizga nima murojaatim, muhtaram prezidentimiz, iltimos, sizdan murojaat qilib qolaman. Endi musaddarlarni hammasini xudodan qo'rqayotganini qo'ying, bo'ldi, tamom. Bandasidan emas, xudodan qo'rqayotganini qo'ying. Endi birinchidan, ikkinchidan, sizga aql o'rgatishim emas, sizga bu aql o'rgatishim bizga emas, nogironlarga, fuqarolarga emas. Siz o'z aqlingiz shu darajada yetib kelganki, o'sha prezident bo'lib turibsiz. Rahmat, Alloh nasib qilib siz prezidentsiz. Shunchalik xalqqa nimani o'ylab kelyapsiz. Endi aytyapman, sizdan iltimosim, siz shunday kelingki, o'sha meni yashab turgan sharoitim xonadonimga kelingki, mana shu fuqaromni ko'rdim degan maqsadda keling. Bu kelingda ko'rsin, xalqim nimani ko'rsin. Iltimos sizdan. Xalqimiz ko'rsin, sizga negativ gapirayotgan nimalarimiz ko'rsin. Shunchalik xalqni o'ylab keldim men. Biz keldik deganlarni ko'rsating. Endi tashabbusingizni, qo'lingiz, chap qo'lingiz degan vazir, nima deymiz, hokimlarga buyrugingizni bering, bo'ldi, tamom. Men ko'chada qolmay, iltimos. Yana 4 nafar farzandim bilan, ayolim bilan ko'chada qolmay. Rahmat, muhtaram prezidentimiz. Sizdan nima deydi? Yordam sizdan so'rayman. Avvalo Xudodan deymiz, Xudodan sizdan so'raymiz, avvalo yordam bering, iltimos. Men ko'chada qolmay, iltimos, 4 nafar farzandim bilan ko'chada qolmay. Ya'ni yetishingizdan padolga tushmay, iltimos. Muhtaram prezidentim, avvalambor rahmat. Shunchalik nima qilganingiz uchun bloger akamizga ham katta rahmat. Nimalarga prezidentimiz avvalambor sizga katta rahmat. Shunchalik xalqqa dardini o'ylab, shunchalik yashab kelyapsiz. Buyog'ini bu ham aytganda, Xudodan qo'rqayotgan vazir musaddarlar qo'ying, bo'ldi, tamom. Rahmat. Aka, mana shu videoni sarlavhasini nima deb qo'yayin? Nogironlardan prezidentga murojaat deb qo'ysam rozimisiz? Ko'nglingizga og'ramaysizmi? Yo'q, og'ramaman, chunki nima deydi? Qozonda bor cho'mishga chiqadi. Nogironda. To'g'risida Xudo peshonamizga. Xudo xohlasa bu videomizni obunachilarimiz like bilan, fikrlari, kommentariyasi bilan prezidentimiz ko'radi, vazirlikdagilar ko'radi. Sizga mana shu 4 ta bolangiz ko'chada qolmasligiga yordam beradi degan umidda mana shu videoni chiqaryapmiz. Do'stlar, videoga buradan like bosamiz. Shunday obuna tugmachasini ham tap etkizib bosib qo'ysalaringiz hammasi yaxshi bo'ladi. Salomat bo'linglar.